Assalomu alaykum. Bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Bugun studiyada men Mohliroy Sobirova va Telebiron ko'rsatuvi hamkorimiz mazali mevali yoqimli kango. Demak biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Xush kelibsiz jigani. Siz bilan tanishsak bo'ladimi? Bo'ladi. Meni taniysizmi? Taniyman. Men kimman? Tanimayman. Hazırlaştım. Tanishamiz bunda? Ha? Meni ismim Mohliroy. Boxtanoy. Ha? Boxtanoy. Kim bilan keldingiz bugun? Sevara apacham bilan. Ana Sevara apacham ochib yuzda turibdi. Sochi ko'rinyapti. Munisaxon, ertalab siz bog'chaga kim uyg'otadi? Bog'chabon uyg'otadi. Bog'chabon payom deydi. Men vaqtli ketdim. Uyda ertalab sizni kim uyg'otadi? Ayam uyg'otdi. Munisa tur bog'changga ketasan deydilar. Bog'chaga kim bilan ketasiz? Ayam borib tashiydi. Damasda. Tog'am Damasda. Faqat tog'am Damasda. Men tog'am bor. Munisaxon, o'zingiz borsangiz bo'lmaydimi bog'chaga? Men qo'rqamanki. Mashina yurib ketadi-ku. Buni sochi kalda, meniki uzun. Sabina oldin boshi bilan yiqilgan ko'chada, keyin meni banisiga borgan. Sabina yiqilib tushganmisiz? Banisiga borishdimi sizni? Kim chiqishga? Voy. Dadam ayam oldin urishdi. Dadam sakrab turib ketdi, ayamga baqirdi. Keyin ayam yig'ladi. Bo'ladi, harda. Keyin ayam yig'ladi. Hali tanishib ulgurmadik, lekin shikoyatni boshlab qoldinglar-a? Keyin nima bo'ldi? Keyin bozorga borib ayam nadillab bormayman dedilar. Keyin dadam bizga mana qiladi, oyoq kiyimlar mana ko'ylaklar olib berdi. Bittalar basseynda cho'milasizlar, bittalar telefon o'ynaysizlar desa, qanaqa qilib kelishasizlar? Biz kelisholmaymiz. Faqat telefon o'ynamaymiz. Ozgina o'ynaymiz, keyin qo'yib qo'yamiz. Zaryad tugab qolmasin deb. Keyin o'zimiz yoz kelganda cho'milamiz. O'zimiz manchalik basamiz, ashunda cho'milamiz. Hop, kim cho'miladi, kim telefon o'ynaydi? Men cho'milaman, opam telefon o'ynaydi. Keyin telefonni yig'ishtirib basseynga tushaman, sakrab. Telefonda nima o'ynaysiz? Telefonda o'yin bor. O'yin to'ytadi, ashtaqalar. Keyin Snapchatda rasmga tushaman. Suvga tushib ketsa nima qilish kerak? Virovkani ichiga so'ralar, keyin odamni keyin bitta boshasini o'ralar, keyin o'ralar bunda virovkani. Ko'taradimi? Ha, ko'taradi. Kim cho'milmasdan kir yuradi, sochlari yo'qli bo'lib. Said Ahmadda? Kim? Said Ahmad Jo'ra. Jo'rangizmi? Ha. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Menmi? Stadiysa bo'lmoqchi edim, ayam doktor qilyapti. Nimaga? Xo'p, lekin stardessa bo'lish yaxshi-ku. Menga ham yoqadi. Bilmadim, ayam qilmoqchi. Bilasiz-a ular nima ish qilishini? Nima ish qilishadi stardessalar? Ko'llar qiladi. Nimalar? Ko'llar, ko'lidan osma qiladi. Stardessalar. Ha, stadiysalar. Samolyotda ishlashadimi? Da. Chiroyli kiyinib-a? Ha. Ular ana gapiradi, nima deb gapiradi yo'lga. Keyin aqllar berib chiqadi. Meni taniysizmi? Kimman? Mohnur. Mohliroy. Voy, rahmat. Men ham sizni taniyman, juda ham yaxshi taniyman. Qarang, shu singillaringiz aytgan hamma gaplar rostmi? Yarim haqiqatga yaqin. Xo'p, siz singillaringiz haqida nima deya olasiz? Boshqa mavzu bor? Nimaga? Qo'shiq aytib bering. Aytaverasizmi? Eshitamiz unda. Yalandi sevgi, yalandi. Ko'zimda yoshlar alandi. Baqmadi ko'zlar yoshlara. Azabga soldi boshlara. Primera qo'shiq. O'zingiz qo'shig'ingizmi? Primera bo'ladi yaqinda. Rostmi? Yalanda nima degani? Menga yolg'on gapirdi, yaxshi ko'rganim.
ko'zimda yoshlar oqib ketdi. Men ko'zimda yoshlar oqib ketgan paytda ketib qoldi u arazlab. Siz necha yoshsiz? 8. Sizga bu Qo'shiq shu haqida-da. Xo'p, lekin bu qo'shiq sizga sal voqliroq emasmi? Bilmadim. Qo'shiqlar shunaqa berishadi shunaqa. Qo'shig'ingiz lekin juda ham zo'r ekan. Premyerani kutib qolamiz. Klip olasizmi? Meni o'ynatasizmi? Kattalar bo'lmaydi dedi. Ja katta emasmi? Yo'q, bo'lmaydi. Qo'shiq kattalar haqidami, kichkinalar haqidami? 8 dan 11 gacha. 11 yosh, 11-sinf. 11 yoshgacha Xo'p, klip chiqadi. Klipga chiqadiganlar o'ynaydi. katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Aeroportda direktor bo'laman. Aeroportda direktori qo'shiq aytib, klip olish kerakligini bilmagan ekanman. Nima deydi? Nima deydi? Talantda. Talantga berilib ketgan. Talantim uvol bo'lmasin, deyapsiz-da endi. Qaysi hayvon kelib sizlarga yordam berishini xohlaysizlar? Menga ko'proq panda yoqadi. Sizni-chi? Menga aya. Qo'rqmaysizmi? Ayiqqa poke beramiz. Yeydigan. Keyin panda poke yeydi. Pandaga poke beramiz, ayiqqa asal. Panda poke yemaydi. Panda poke yemaydi. Bambuk yeydi. Barakalla. Lekin o'rmonda bambuk bo'lmasa, asal ham bo'lmasa, ikkalasi urushib ketib qolsa nima bo'ladi? O'rtasidan to'sib olamiz. Kuchingiz yetadimi? Eng katta orzuyinglar nima? Meni eng katta orzuyim onamga mashina berish. Ham dom olish. Shodiyona, nima uchun hali ham siz o'zingiz orzuyingizga yetmadingiz? Yo'q. Men orzuyimga to'g'ri yetmadim, lekin kichkinaligimda mana shunaqa televizorga chiqishda yaxshi ko'rardim, orzu qilib yurardim. Mana sekin-sekin orzuyimga erishib ketyapman. Ayam aviatili bajardi. Yosdan. Men o'zimni pulimga sotib oldim. Chunki siz kattasizda. Ha, siz ham kattasizku? Sizdaqa katta emasman-da. Xo'p, necha yoshsiz? 7. Sizchi? 3 yosh? 4. Agar hammani esidan chiqib qolsangiz, bog'chadan hech kim siz olib ketgani kelmasa nima bo'ladi? Nima qilasiz? Agar ayam o'qishda bo'lganda bog'cha mas'ulini uyiga olib ketadi. Kim men ayam olib ketadilar uylaridan. Kim meni nima bo'lsam bo'larkanda. Nima bo'lsam bo'ladi? Nega gapirsanchi, menga nasl berasizmi? Nima berasiz? Nasl. Nima bering? Boshqa bersiz bo'ldi. Zvachka bersam bo'ldimi? Uyg'onsangiz hech kim bo'lmasa nima qilasiz? Bir o'zim kiyinib ketaveraman. Bitta o'zingiz yo'ldan ham o'tasizmi? Yo'q, mashina bog'chamga tashib qo'yadi. Ayamga o'xshab bunday qilaman. Qanday qilasiz? Bunday qiladi ayam. Va bunaqa Taksiydilar. keyin mashina to'xtaydimi? Matiz to'xtaydi. O'zingiz kichkina vaqtingiz qaysi maktabga o'qigansiz? Men rassomchilik maktabida o'qiganman. Chizarsan? Xunu chizaman. Qarang Zarina, maktabingiz boshlig'i bo'lib qolsangiz nima qilasiz? Mana maktabga xonalarga kirib tekshiraman hamma joyda. Chiroyli qilardim, gullar bilan ko'rib chiqardim. Hamma joyinimi? Shodiyona, sizlarni kim televizordan ko'rishini xohlaysizlar? Bizni oyimiz, bobomiz, tog'alar, ikkita tog'am bor. Saifiddin tog'am, Siyoddin tog'am. Tog'alarim uylanganda kelinoyimiz bo'ladi. Shodiyona bilan Shukron malades televizorga chiqibdi deydi. Rostdan ham malades ekansizlar. Farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishini xohlasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.